Uka, majburlikdan sotyapman mashinani. Xo'jayinim og'ir ahvoldalar. Bugun kechga operatsiya qilinish kerak. Pul topib bormasam bo'lmaydi. Opa, mashinangiz bir marta ag'darilgan ekan-a? Yo'q, men bilmayman aka. Opa, bozorda mashina ag'darilganligini bilsa, $4000 ham olmaydi. Mayli men ayol boshingiz bilan kelibsiz, $5000 beraman. Pulni naqd oling, borib xo'jayinni davolating. Uka, men mashinani tushunmayman. Sizlar ham aldamasalaring kerak. Mayli, men roziman. Alyo, aka qaydasiz? Kecha mashina kerak deganingiz bitta cho'tki Nexia 3 avtomat garajga mashina topib qo'ydim sizga. Hozir kirasiz aka. Aka, siz bilan tanish bilishmiz. Sizga 8,5 mingga beraman. O'zi 10 mingga totadigan mashina. Sening vijdoning bormi ana ayolda? Aha. Bo'ldi aka, unda $8000 olib kelavering. Uka, mana 8000. Birinchi marta mashina olishimda. Ish qilib qimmat topmayapman uka. Aldamaysan-ku sen. Boringga shukr uka. Ha, yo'q aka, bizda aldov bo'larmidi? Yaxshi kunlaringizga mening zo'r mashina oldingiz. Qayerga boshlab ketyapsan? Orqamdan yur, keyin bilib olasan. Ukalar, kelinglar. Mashinani aybi chiqib qoldimi? Ha, yo'q opa, siz ko'nglingiz to'q bo'lsin. Mashinangiz zo'r. Opa, mashinangizni $8000 ga sotdik. O'zingiz rozi bo'lib qanchaga o'tib berasiz? Boshqatdan dogovor qilaylik opa. Yo'q, ag'darilgan degandilaring-ku. Sizlarda ham bola chaqalaring bor. $7000 beraveringlar. Soddagina opam. Shu yerda ham $1000 ziyoniga berishga rozi bo'lyapsiz-a? Opa, hozir men sizga 2600 pul beraman. Kecha 5000 bilan 7600 pul bo'ladi. Opa, biz rozimiz, siz bizni bergan puldan rozi bo'ling. Hamma narsa rozilikda. Mana o'sha 2600 pul. Vijdonli inson ekansizlar. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Menga qaragan aqlli. Qancha puldan qo'yganingni bilasanmi? Hozir hamma bir-birini aldab pul topadigan zamon. Bunaqada 1-2 bo'lmaydi, seni vijdoningga. To'xtagin. Birovni aldab pul topib qancha yashaysan? Xo'p, birovni aldading deylik. Lekin tepadagi Allohni qanday aldaysan? Kecha uyga kirsam, 3 yoshli bolam ishtaha bilan ovqatlanyapti. Ko'rib biram ko'zim quvnadi. Hozir o'sha birovni aldab pul topganimda, ash bolamga borib yediraman. Men qo'ram yo'l bilan topgan pulimni ana shu bolamdan tez chiqishidan qo'rqaman.